Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz, obunachilarimiz. Bugun qilgan ishimizdan birisi yana Largus bo'ldi. Kilit muammosi bo'lgan klientimizda. Klient mana kilitda edi. Biz qarorchi bunday kilit ishlab berdik. Tak bu yerdan chiqib bo'ldi. Hozir uchuna toza profil qo'yib berdik bu yoqqa. Yili yo'nilmagan, shuning uchun sizlarga zamokda demonstratsiya qilib ko'rsataman. Lekin ichida chibidan bor, mana ishlab turibdi. Ishlashlari zo'r bo'ldi. Tak. Kurtulması maşın yandı mı ne? İmmobil hazır uçtu. Özür bir yakayken kobalt kadın priviç kop getibimiz. İkinci kilitimiz bu ne? Kurtulmanızda çok işlep taptı. Xullas bu iki kilitimizga ham içine chip solindi. Yakunda da chip bor, yuqori mashinada yag'adi, plus sentr zamoklarni ishlatadi. Kilit muammosi, zamok muammosi bo'yicha xabarlashaverasizlar, ekranda nomer qoldiramiz.